Hozirgi o'tirdim degan qon keladimi? Shunaqa bo'lyapti-da. Kattasi kelmasa ham qonab ketadi. Bola bo'ldi, xudo xohlasa yaxshi. Endi ozgina vaqt kerak. Bugun qancha og'riqli o'tiradi. Juda katta ekan. Biz boshlamasida qon topdi-da. Juda yomon ketgan ekan ichkarisi. Baxtimga hali ham sizga qon ketib qolib to'xtamay qoladi, unaqa narsalar bo'lgan. Ha, hammasi yaxshi. Xudo xohlasa. Unaqa qon ketmaydi, lekin juda katta va ko'p bo'lganligi uchun bir haftacha sal bitta bo'lguncha og'riq beradi. Hojatga chiqqaningizda. O'sha paytda ukol oltirishingiz kerak, majburiy. Yo'q, yaxshi ovqatlanish kerak, nazorat tez bitadi. Go'shtli ovqat yesa bo'ladi. Faqat ukol oltirish kerak bo'ldi. Xo'pmi?